shuncha yaqin qildim. Ikkitasan. Mana. Langar brigadiga tenglik muvozanat saqlovchi degan ma'noni bildiradi. Asl ismi Muhammad Sodiq Shayx. Muhammad Sodiq Shayx 1960-yil Samarqandga tug'ilganlar. Buvalari ham Samarqandga qo'yilgan. Yo'llariga otalar qo'yilgan. Shayx Abdulaziz otalari, Husayn Shayx o'g'illari, oyoq sillariga xalifalar qo'yilgan. Amir Kabak, Sodiq ibn Jaka Bahodir degan 5 ta qabr bor. Langarota 4 tug'lik avliyo bo'lganlar. 2 yerga ekan bu kishi Jaloliddin Rumiy hazratlari shu Turkiyani Konya shahriga qo'yilganlar, shoir bo'lganlar. Ilm shariat, ilm ma'rifat, ilm tariqat, ilm haqiqat degan ilm tasavvufini egallagan zot. O'zlarini otalarini toshiga tilla suvga o'tirgan, o'g'illarini toshiga kumush suv. Langarota o'z davrida zamonasiga Shahsabizga qozi bo'lib ishlaganlar. Payg'ambarimiz to'nlari, quloqlari Qur'on kitob berilgan shu yerga saqlangan revolyutsiyagacha. Revolyutsiya davri odamlar qo'liga o'tib, odamlar qo'liga saqlangan. Qur'on 2 olib ketdi lozim musulmonlar darasiga 13 varaq. Bir varaq Shahshunosib usta, 3 varaq Buxoroga, 81 varaq Rossiyaga. Rossiyada nisob keldi. Tepaga masjidda turib borsangiz ko'rasiz. Mana bizlar katta langar ziyoratga keldik. Niyat qilganlarda qayerga keldik Azbay? Langarta ziyoratgohga keldik. Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Baqovatni. O'taylik qani. Nechta zinapoya bor ekan?